Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Bugun front-end bo'yicha ketayotgan navbatdagi darsimiz. Ya'ni bugun 34-dars va CSS-dagi navbatdagi dars. Xo'p, unday bo'lsa bugun nimalar o'tiladi? Shu haqida gaplashsak. Bugun sizlar bilan display flags, justify content, elegant item. Ya'ni bu kodlarda vazifasi asosan shakl berish uchun emas, joylashtirish uchun, ya'ni narsa qo'ygan, rasm, tekst shularda web sahifadagi joylarini aniqlashtira olamiz bu yordamida. Misol uchun websayt hozir sizlar websayt kichkinagina web sahifa qilib ko'rdinglar shu paytgacha. Ya'ni registration page va undan oldingi degan kichkinagina amaliyotimiz. Lekin ular yordamida siz tushunchaga ega emassiz, ya'ni berilgan rasm yoki matnlarni yonma-yon qo'yish, ularda bir xil tekstda qo'yish haqida tushunchaga ega emassiz. Aynan shular yordamida shunaqa qilish uchun mana shu kodlar ishlatiladi va bular asosiy kodlar hisoblanadi. Shu sababdan darsni yaxshi o'rganib chiqishingizni maslahat beraman. Unda bo'lsa Visual Studio Code Editorga kiramiz. Va albatta fayl yaratib ko'ramiz o'zimizgina. Ctrl+S deb bosaman. Bu yerda 34-dars index.html Ctrl+S yoki kompyuter sekin ishlayapti. Ctrl+S style.css ko'plar fayl yaratib oldim. Endi HTML page ochib olaman. Mana chiqdi. Bugungi mavzu flex haqida. Asosan Flexbox. Ya'ni mana shu Flexboxlar eng asosiy narsa hisoblanadi, chunki bularni yaxshi o'zlashtirish orqali siz web saytlarda ancha mukammal ko'rinishda tuza olasiz. Badiga tushaman va bu yerda div ochib olaman. Divga class beraman. Bosim bo'lishi mayli. Bu yerga xohlaganingizni yozib olsangiz bo'ladi. Shunchaki sizlarga tushunarli bo'lsa flex yozib ketaman. Bu yerda bu birinchi element, bu ota element hisoblanadi. Ya'ni nima uchun unaqa deyapman? Radical, ya'ni uni child elementlari ham bor, undan ichida keladigan, buni ichida keladiganlar child element hisoblanadi. Misol, bunga ham div ochaman va bunga ham class beraman. Bu bo'lsin box Ctrl+S. Ya'ni buni child element deganimiz sababi bu mana buni ichida kelyapti, flexda. Aynan bunga buyruq berish uchun mana shu flexboxda mana shu ota element radical orqali bunga buyruq beraman. Shu sababdan buni ichida kelayotgani bu orqali buyruq qabul qiladi. Buni ko'paytirib olaman. 8 tami Ctrl Shift da 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'ladi. Buni aniqlashtirib olish uchun box 1 yoki bunga emas, bu box bo'lsin. Buni orasiga box 1 kimda shunchaki 1 2 3 deb ketsa ham bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ctrl+S. Mana shunday bo'lib yaratib oldim. Endi men bunga ko'rinish beraman kontentga. Chunki hozir ko'rinmaydi CSS da baribir bu. Birinchi bo'lib radical aniqlab olishim kerak, ya'ni radical ga ko'rinish berib olishim kerak. Bu flex ekan. Nuqta qo'yaman. Flex bo'lyapti. Figurli skobka, background bo'lsin. Hozir aniqlab olamiz. Чтобы
bitta mana shu rang bo'lsin. Width bo'lsin 80%. Margin bo'lsin auto. Ctrl plus S. Open browser. Va mana bu narsa aniqlandi. Aynan mana bu boxlar, ya'ni yaratib olganim 1 2 3 4 5 6 mana shular. Endi shularda men tipa flex yordamida birinchi bularga ham ko'rinish berib olay. Misol flex bo'lyapti birinchi, ya'ni father element, ota element va uni ichida kelyapti child element kelyapti, box bo'lib kelyapti. Endi unga width beraman. 100 piksel bo'lsin, height ham shunaqa bo'lsin. Height ham bo'lsin 100 piksel. Background bo'lsin Greta shu rang bo'lsin. Va border bo'lsin 1 piksel solid qora bo'lsin. Ctrl plus S. Va mana shuni ichida keldi. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'ldi. Endi men mana shuni, misol bular hozir y o'q atrofida turibdi. To'g'rimi? Flex bersam, ya'ni flex mana bu ota elementga flex bersam, display flex bersam, mana shular y o'qiga o'tib oladi, x o'qiga o'tib oladi. Bular hozir y da turibdi, yonma-yon bo'lib x o'qiga o'tib oladi. Misol mana shunga beraman display flex. Mana ko'rib turganlaringlardek mana bu yoqqa o'tib oldi. Bu aynan bizga juda kerakli kod hisoblanadi, sababi veb saytlar tuzayotganda ko'p ishlatiladi bu narsa. Ko'proq amaliyotda yana ham to'liq tushunchaga ega bo'lasiz. Aynan hozir nima uchun ishlatilishini va qanday ishlatilishini bilib olsangiz bo'ldi. Aynan ko'rib turganingizdek nima orqali. Ya'ni buni agar hozir men mana bu flex boxni o'ziga ishlatsam, misol mana shunga ishlasam, ishlamaydi. Buni o'zingiz ko'rishingiz ham mumkin. Mana ishlagan yo'q hech qanday. Chunki bu orqali ishlamaydi. Bu aynan ota elementi orqali berilishi kerak bu. Shu sababdan ishlatiladi. Endi men bularni joyini o'zgartirib olsam bo'ladi. Orasini ochib olsam bo'ladi yoki bo'lmasam buni o'ngga chapga olsam bo'ladi. Misol uchun uning uchun display flex dedim. Justify content center desam bo'ladi. Ya'ni polni shu bloklar sentrga, markazga o'tib qoldi. Yoki bo'lmasam center donida flex end desam bo'ladi. Ya'ni mana bu flexning oxiri o'ng tarafga o'tib qoldi. Flex start desam mana shu yerda turaveradi. Ularni orasini ochib olsam ham bo'ladi. Space around bor. Yo'tirganlarda orasi ochilib ketdi. Margin bersak ham bo'ladi degan savollar tug'iladi shu yerda. Yo'q, margin bersangiz hammasi har xil bo'lib ketishi mumkin va bu yerda kontentingiz buzilib ham ketishi mumkin keyinchalik. Shu sababdan margin berilmaydi. Space around yoki bo'lmasam justify content space between bor. Space between. Ko'pincha faqat orasida ochildi space between edi. Space around desak tashqari tarafdan ochilardi. Atrofidan polni ochilardi. Space between faqat o'rtasidan, ya'ni chap tomonlar hisobga olinmasdi, yonlari.
Faqat bitta tarafdan ochadi. Aynan shunday bo'ladi. Endi misol sizlarga qanday yana tushuntirishim mumkin? Yana ham tushuntirish uchun albatta mana bularning ichida ham content kelishi kerak. Misol bunga ham berishim uchun buni orasida ham birorta div kelishi kerak. Misol buni orasiga beraman, nima berishim mumkin? Hop. Div beraman yoki bo'lmasam elegant item haqida ham gaplashib o'tdik sizlar bilan. Elegant item misol justify content bizga mana bu yozgan kodlarimizni, ya'ni mana bu narsalarni boxda faqat y o'qida turgan bo'lsa x o'qiga olib o'tib qo'ydi. Endi bu elegant item bizda faqat x o'qi uchun ishlaydi. Misol uchun elegant item beraman. Bu yerda elegant item hozir birinchi bunga elegant item berishdan oldin mana bu orqada turgan eng asosiy kodimiz, ya'ni ota elementga, mana shu flexga height berib olishim kerak. Chunki height bo'lmasa elegant item ham ishlamaydi. Height 500 piksel bo'lsin greta, elegant item bo'lsin center. Bunda ham. Va mana ko'rib turganlardek elegant itemni o'chirib turaman. Elegant item qanday bo'lishini mana bu yerda turdi. Endi elegant item orqali bular y o'qi bo'yicha ishlayapti. Elegant item faqat shu y o'qi bo'yicha buyruq beradi. Justify contents mana bu x o'qi bo'yicha bo'lsa, elegant item y o'qi bo'yicha buyruq beradi. Elegant item center, elegant item flex and bor bunda ham. Flex and xuddi shunga o'xshab kodlar bor. Aynan shunday bo'ladi. Endi yoki bo'lmasam bu yerda yana bitta flex ichidan yana bitta blok ochaman. Blok ochdim mana. Ya'ni bu yerda mana buni shu ichiga solib qo'yaman. 5 tasi yetadi hozircha. Xuddi shu blokni ko'paytiraman. Ctrl Shift D ikkita qilib oldim. Va stil yordamida hozir sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Va mana bu ikki o'chakaga turib qoldi. Nima uchun bunday turib qoldi turib qolgan sababi, endi mana bu flexlar bizda faqat display va justify contentni ishlayaptiki, faqat blokka beryapti bu orqali. Endi bu boxga ta'sir qilmayapti. Sababi biz boxga ta'sir qilishi uchun biz blokka berishimiz kerak bu narsani. Ya'ni mana bular mana bunday bo'lib chiqib qolishi uchun biz blok yordamida berishimiz kerak. Chunki endi boxda ota elementi flex hisoblanmayapti. Endi bu blok hisoblanadi. Blok ichida turibdi. Shu sababdan endi men stilda blok orqali beraman bu narsani. Mana bu yerdan motorlari flex kelyapti. Flex ichida blok kelyapti. Va display flex. Va mana ko'rib turganinglardek ikkalasi ikki tarafdan mana shunday holatda ko'rinishi keldi. Aynan shu narsalar display flex va elegant itemda tushunchalari bo'ladi. Ya'ni buni yaxshiroq o'zlashtirsangiz, chiroyliroq saytlarda, ya'ni kontentlarda bemalol murakkablarni tuzishga imkoniyatingiz bo'ladi. Albatta, keyingi darsga xuddi shu kodlar yordamida biror bir amaliyot qilib yana ham tushunarli qilishga harakat qilamiz. Hozircha siz mana shuni asosiy nimaga ishlatilishini va nima uchun qanday ishlatilishini bilib olsangiz bo'ldi.
Aynan bugungi darsim shulardan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.